siz bilan orani ochiq qilmoqchi edim. Aytingchi, nimaga kelyapsiz? Shunda ham tushunarli emasmi nega kelayotganim? Hammasi befoyda. Nima befoyda? Ushatilgan patirni butunlab bo'lmaydi. Unaqa demang, o'tgan ishga salovat. Endi kech. Inson qilgan xatosi uchun jazo tortish kerak. Irimchi bo'lmang. Yaxshi niyat yortimol deyishadi. Niyatlaringiz puch. Qayerda ko'rgansiz yigit kishini juvonga uylanganini? Qanaqa xato? Ota-onasi yo'da tursin. Qarindosh urug'ingiz, mahalla ko'y, hammasi qarshi bo'ladi. Qolaversa men qilgan xatoim uchun Xudoni qahriga uchraganman. Ha, qo'rcha chaqaloqmi? Birinchi uchrashganimizdagi chaqaloq sizdami? Men ham sizga ochiqni aytay bo'lmasa. Menga bola kerak emas deya olmayman. Nomid shayton ajab emas, Xudo farzand berib qo'ysa. Balki ayb sizda emasdir. O'shanda farzand muqaddas ekanligini bilmagan ekanman. Endi bo'lsa tirnoqqa zorman. Ochig'i tug'mas ekanman. Unda peshonamdan ko'raman. Ayb doimo yo'larga yuklanadi. Axir Sizga oxirgi gapim bor. O'shanda qadringizga yetmabman. Hazilkashligingizni netayinlikka yo'yibman. Odamlarning ham gaplarini ikki qilgani qo'rqdim. Shodiya, Iltimos, qadringizni oyoq osti qilib, boshqa kelib yurmang. Xayr. Shodiya.